أطواق الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة 79. 79 maqola bo'ldimi endi? 79 maqola. Rijalun va rijalun. Shunaqa odamlar bor, yana shunaqa odamlar bor deyapti-da endi. Xo'p. تصلب في دين الله رجال فجهز من كلماتهم جنود مجندة وجرد من ألسنتهم سيوف مهندة. Hannada sikkina degani pichoqda o'tkirladi degani. Ya'ni muhannada bo'lsa demak o'tkirlangan bo'ladi deganda. Xo'p. Endi Allohning dinida bir rijollar, kishilar juda qattiq turishdi. Bas endi ularning so'zlaridan o'sha safarbar qilingan askarlar tayyorlandi. Tayyor turadigan, nimani vatanni himoya qiladigan, iymon e'tiqodni himoya qiladigan askarlar tayyorlandi ularning so'zlarida. Va ularning tillaridan o'sha o'tkirlangan qilichlar qinidan chiqarildi, endi jurrida chiqarib olindi endi. Xo'p. Shunaqa. Xo'p. Dinda sobit turgan so'zi o'tkirlar, tillari qilichdek dami keskirlar, shunaqa odamlar. Va nukkisa lahum ru'usus sid va khuffida lahum ajnihatus sanadid. Xufida, xafada desa ham bo'lsa kerak. Yo'q, xufida. Mashg'ul qilganimiz yaxshi. Xo'p. Sid deb asiyat, sid bu mutakabbir, kerilgan odamlarni aytar ekan. Sindid, sanadid bu polvon, ulug'lar degan ekan. Ya'ni ularga o'sha kerilgan, kekkaygan mutakabbirlarni boshlari ham egildi. Mana degan shohlar ham ularni nima qilolmaydi. Kecha yaqinda o'qidim, mana shu qaysidir bir katta shoh Ato ibn Raboh bir nima bo'lgan ekanlar-da, bir qul bo'lgan ekanlar. U kishini oldiga kelsa, betiga ham qaramagan ekanda, savoliga javob bergan ekan, betiga ham qaramagan ekanda. Shunaqa mana degan mutakabbirlar ham ularni oldida nima bo'ldi, egildi. Va ularga o'sha ne ulug'larni qanotlari pastlandi. Bilasiz, waqfiz lahum janaha zulli deb qadiku, ya'ni o'sha xorlik nimasini ota-onangizga paslating qanotini deydi-yu. Ya'ni egilish, o'shinga yaxshi bo'lish, kamtar bo'lish, uni oldida o'zingizni past tutish, xor tutish ma'nosida da shunaqa. Ne ulug'lar ham ularning oldida kichkina odam bo'lib turdi deganida. Ularga egilar shohlarning boshi, ne polvonlarning sinmas bardoshi. Shunaqa shohlarning boshi ham ularga egildi. Ne polvonlarning sinmaydigan bardoshi ham ularning oldida egilib turdi, deyapti-da. وأدهن آخرون فضريت بهم الأكالب وبالت عليهم الثعالب. أدهن كنا وأدهن آخرون فعل قلب aytamiz ekan. وأدهن آخرون. Adhana bu til yog'lamalik qildi degan ekan. Zoriya o'ynashdi, suykaldi, jur'at qildi degan ma'noda endi. Boshqalarchi til yog'lamalik qildi. Til yog'lamalik qiluvdi, keyin ularni itlar ham mensimay qo'ydi-da. Itlar ham ularga jur'at qiladigan bo'lib qoldi, sen kim bo'lib qolsan. Va ularning ustiga tulkilar ham bavul qilardi, siyvardi. Shunaqa. Zamon zayli bilan yurgan maymunlar, dinin moslashtirgan buqalamunlar, tahqirlar tinglashdan tinmas qulog'i, o'rni mudom itning orqa oyog'i. Bizda shunaqa deb qani, itning orqa oyog'i bo'lib yuribdi. Eng xor bo'lgan odam shunaqa deydi-yu. Shunaqa zamon zayli bilan yurgan bu maymunlar
dinni moslashtirib olgan bu muqalamullar nima bo'ldi? Ularni qulog'i doim tahqir tinglaydi, haqorat tinglaydigan bo'ldi. Ular har doim itni orqa oyog'i bo'lib yurishdi. Va farasatkumul anyabu val adafir va dasatkumul aghfafu val havafir. Shunaqa. Endi ularni o'sha tishlar va tirnoqlar ularni o'lja qilib oldi va ularni oyoqlar va tuyoqlar esib yanchdi. Endi aghfaf xuffun maqsadi endi oyoq kiyim, to'g'rimi? Havafir ham nimalarda tuyoqlarida, hayvonlar tuyoqlari. Shunaqa u oyoq ostida qolib ketishdi. Yuragiga achchiq tig'lar sanchilar, tuyoqlarning taglarida yanchilar. Shunaqa ular achchiq tig'lar ularga sanchiladigan bo'ldi. Ya'ni gap bilan ham, amalda ham, xullas xor bo'lishdi. Shunaqa til yog'lamalik qilib soxta bo'lganlar har doim shunaqa bo'ladi. Xo'p, shu bilan 79-maqola ham nihoyasiga yetdi. Salomat bo'linglar.